Assalomu alaykum, hormayli. Yaxshi ishlar, ishinglarga rivoj. Xo'p, okalar, mana buni hamma biladi. Двойной участок 25 ga 15 rezba. Bunisi 20 ga 15 rezba. Shu 3-4 yildan beri men buni misol uchun ko'p sotamiz. Necha yildan beri endi desa ham, men buni shuncha sotsam, men bundan hech hali unaqa ko'p sotmagan edim-da. Hozir bittasi keldi. 100 ta dona kerak deb keldi. Sotdik 100 ta dona. Endi undan ham so'radim, nimaga ishlatyapsizlar o'zi buni desam, men ham bilmayman dedi. Anaqa menga ham zakaz berishadi, olib borib beraman Go'sabektga dedi. Endi shunga savol tug'ilyapti-da. Misol uchun, hop, smestителlar hammasi ichida anaqasi chiqadi, o'zi mana buning ichiga kiradi-da. Bunda misol uchun 15 rezba-da. Buni aslida nimaga ishlatishadi? Agar bilgan odamlar bo'lsa, bitta kommentariyada yozib yuboringlar. Ishinglarga rivoj, savdolarga barakot.